Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining 19-sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya kun tartibida xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi tomonidan 8 ta masala muhokama qilinib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Dastlab kun tartibidagi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi axborot tinglandi. Hozirgacha huquqlarni e'tirof etish masalasida jami 5 marta aksiya e'lon qilingan. Ayni paytda e'tirof dasturi doirasida viloyat bo'yicha jami 1250 taga yaqin ariza ko'rib chiqish jarayonida ekanligi qayd etildi. Sessiyada 2026-yilda aholini doimiy ish bilan band qilish va ish o'rinlarini yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Muhtaram Prezidentimizning 2026-5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49 sonli qarorlar qabul qilingan. Ushbu qarorlarga asosan Namangan viloyatidan 10 ta hudud, ya'ni bitta shahar, 9 ta tumandan 42 ta mahalla og'ir mahalla sifatida tanlab olindi. Muhtaram Prezidentimiz ushbu qarorlarga asosan respublika byudjetidan 2 milliard so'm va mahalliy byudjetdan 1 milliard so'mdan har bir mahallaga mablag' ajratish belgilandi. 42 ta mahallaga jami 126 milliard so'm deganda, bundan tashqari qaror talabidan kelib chiqib, Namangan viloyatidan Mingbuloq hamda Yangiqo'rg'on tumanlari og'ir tuman sifatida belgilandi. Ushbu tumanlarga ham Muhtaram Prezidentimiz qarorlariga asosan 60 milliarddan, ya'ni 120 milliard mablag' yo'naltirish belgilandi. Ushbu mablag'lardan kelib chiqib dastur shakllantirilyapti. Maqsad aholini yashash sharoitini yaxshilash va iqtisodiyotni yanada rivojlantirish maqsad qilingan. Bugungi sessiyada ushbu masala ko'rib chiqildi. Sessiyada deputatlar tomonidan har bir masala atroflicha muhokama qilinib, yo'nalishlar bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi hamda tegishli qarorlar qabul qilindi.